Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bizdan keyingi obyektimiz yurgizib berdik. Bu yerda 100 kvadratli xonadon. Katta ish forma qilib solingan. Hop. 3 fazaga moslab berganmiz. Faqat to'kda o'ziga ishlaydigan qilib, plus samoxodga radiatorimiz bor. Har bitta uyda 6 ta uy 6 ta radiator bor. Hop, bu yerda ko'rib turibsizlar, kontaktor qo'yganmizda 3 faza ulaganmiz. Graduslar ko'taryapti. Yaxshi. Трехходовой. To'pli трехходовойmiz. Termometrimiz, rozetkamiz, sirkulimiz. Dorxonaga isyapti. Bu yerda ko'rib turibsizlar, avtomatika bo'lgan. Hamma yo'q, o'zini yoqib, o'chirib isitaveradi bemalol. Qo'ygan ishlarcha eskirib qo'ygan. Bahorda qilinganini shu yo'qolib ketdi. So'kilurdi orada. Shuna o'tirib hozir yurgizib berdik. Yaxshi ishlashlar